Assalomu alaykum hammaga. Qilichvoyga 3 etash xudo xolasa akrildan Ustonovga yetib berdik. Dapotolog bo'ldi. Dimoxotlari bir vech ulandi xudo xolasa. 3-etajlari ruchkasiz variant bo'ldi. 2-etajlari 2 etaj quloqlari zo'rindan xudo xolasa sinadidan originaldan qo'yilgan. Bu ishlari ugl variant bo'lib tushdi. Tupik. Polni vakuumni ham bor. Gaz ballonlari ham polni ulandi. Stol iranskiy stol bo'ldi. Qalinligi 3.2lik bo'ladi. Moykalar ham full moykadan qo'yildi. Ulan turibdi ham polni ishida. Partmalar ham polni dovchikda bo'ldi. Gazning tiylari polni akkuratniy bo'lib, tiyni ham ishlatadigan edik. Gaz ham настольный gaz kesib qo'yilib, germetiklandi. Plyumslar ham polni germetiklanib qo'yildi. Kafellar ham ispolaminatdan bo'ldi. Xudo xolasa ham merlari 0 keldi.